Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avtoluksi sotuvda L9 Max. Mashinamiz 2023-yil. Gibrid, zapas xodi 1100 km. En full komplektatsiyada. Qilingan ishlardan krugovoy tonirovkalar urilgan, ruxsatnomalari bor. Yaxshi balonlar taqilgan. Balonlari ham a'lo darajada. Old qismlari birinchi plyonka bo'lgan. Zavodskoy navrotlar yotadigan bo'lsa, выдвижной ручкалada, слепой zona 360 kamera, head-up display, lidar, pnevma podveskalar bor. Apelsin rang salonda. Probegimiz 35.000 km. 4 ta sideniyamizda abduf, abagrev massajlarigacha bor. Monitori kerakli programmalar yozilgan. Eshigida davodchiklari bor, hamma elektronikalari ishlaydi. Razdelniy sidenyalarda холодильник, orqa qatorda monitorlargacha bor. 6 kishilik. Kraskalari ham toza. Mashinamiz kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi 51.800 AQSh dollari.